Assalomu alaykum barchaga. Qishki qorli, sovuqli, yomg'irli kunlarida oynalar parlanib qiynalmayapsizlarmi? Agarda qiynalayotgan bo'lsanglar, juda ham oson bir yechimimiz bor. Oddiy gel kerak bo'ladi bizga. Idish-tovoq yuvadiganmi, avtomobil, mashina yuvadigan gelmi farqi yo'q. Barmog'imizda ozgina olib surib chiqamiz oynaga. Parlanayotgan qattiq bo'lsa o'sha yerlarga surib chiqamiz. Ketidan bitta lattada shu gel surgan joylarimizni bitta artib chiqamiz. Agar latta namroq bo'lsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Bitta yaxshilab artamiz, sani oqarib ko'pirganga o'xshab chiqadi. Sirasi yo'q bo'ladi. Bo'ldi, shu bilan kechgacha yetadi. Shu artgan joyimiz umuman parlanmasdan zo'r bo'ladi. Men necha yillardan beri shundan foydalanaman, shu usuldan. Sizlar ham foydalanib ko'ringlar, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Qiynalmaysizlar. Parlanmaydi oynalar, kechgacha yurasizlar. Foydalanib ko'ringlar.